Süvarekning mavjudligining ahamiyati qayerda? Har qitim uydagi suvarakni noytas yo'qitib turishimga bu odash bir yerlarda lo'mildab chiqadi. Bu chaqdagi azobni sizlar faqatla tushunmaysizlar. 没完了吗你？ Dal mushundaq chaqda ochig'imda vaqirab bu odashning ahamiyati zodi nima degimli keladi. Garchi suvarak odamni haqiqatan bezor qilsa-mu, lekin bu videoni ko'rgankanmiz cho'qim yaxshi tarafdan o'ylanishimiz kerak. Suvarak nuqtasidan qaraganda ular bak cho'ng uvalchilik uchirgan. Bizning uningga qilganlarimiz bakla haddidan eshib ketgan. Bugun zodi suvarak tarafda turib so'zlamsam bo'lmabdi juma. Bu odashning yer sharida yashayotganiga necha 100 million yil bo'ldi. Ular yo odam tishlamaydi, yo qon sho'rmaydi, yo kasal taqatmaydi. Eshib qolgan ko'kta tomoqlarni yeyishdan boshqani bilmaydi. Lekin u insonlarga nima qildikin insonlar uni bak satla ush ko'rdi. Bu hisobda oqqarni ostin-ustin qilayotganlik emasmi? 小强，小强，你怎么了，小强？ Bu bo'yicha qarasak suvarak yer sharining bosh qahramoniga o'xshaydi. Bizning uningdan bezor bo'lishimiz amaliyotda uni mayna deb qaraganimizda shundaqku. Lekin suvarak o'z shamirikida pokizlikni intayin yaxshi ko'rdi. O'zini tozalaydi, badanida parazit qurt bo'lmaydi, ya'ni mommodis ajratib chiqardi. Shunga ko'p qism suvarak siliq, mayliq ko'rinadi. Ular hatto o'zining cho'ng tartini yemaydi. Uning ustiga hech bo'lmaganda hozirgacha biror vabantiq suvarak keltirib chiqarib boqmagan. Suvarak bilan tang o'rinda turadigan pasha chashgan chivinlarning qaysisining zini suvaraknikidan to'van deysizlar. Faqat suvarakning hayoti kuchli, ko'pish iqtidori bak qo'rqinchli. Shunga bu nuqta odamni bak bezor qiladi. Shu sababdan biz uningga kirishib qolgan xolos. Ba'zida balkim siz suvarakning nurg'u yaxshi gapini qildingiz. Agar siz uyda suvarakni ko'rsangiz qanday qilasiz deyish mumkin. Menmi o'xshash odam, shunga menmi o'xshashli uni yo'qtiman. Biroq biz buni deb uning foydali tarafini unutib qolsak bo'lmaydi-da. Bayamg'u uning yaxshi gapini qildim. Undaqda uning bizga bo'lgan foydali tarafi qayerda? Nodir kino filmlarni dal vaqtida ko'rmoqchi bo'lsangiz Laglak TV saloniga agish filan. Oylik a'zolik faqatli 1 yuan. Men boshqa jihatdimi demay, uning dorilik qiymatini sizlarga deb beray. Suvarakning tindan dorilik qiymati bor tarkiblarni ayirib olg'ili bo'ladi. Masalan, Confucian suyuqliqi Amerika qit'asi cho'ng suvarikidan ayirib ilingan moddani asosiy tarkib qilgan bo'lib, to'qilmalarning asli kelishini ilgari surib, oshqozon yarasi, jarohat yuzini davolashda yaxshi unumga ega. Lekin za uni ming maqtasaqmi, uning turmushimizdagi avarchiligi yanil bakli cho'ng. Shunga turmushda yanil oldini olish xizmatini yaxshi ishlash, pokizlikni so'yish o'zimiz uchun.